Ben ismim Kerem Zahir, 68 yıl doğulgan, vatanniki şu Aksu vilayet Şayarnayı Yeni Məliyizida. Hazır ben uruk tuqqanlarım üçün guvalık berip atıma. Meniki menimden başka yana 5 qarindişim var vatanda. 3 oğul, 2 kız qarindişim var. Bir apam var. Şularni hazır şu 2016 yılındaki ahırdan başlap hiç qandaq izlergini alanmadım. 2 qatim Xitay konsuldan surishtirgan bolsammi bir javob keldi bir qatim. Birsiniki ikkisi izdereksiz yo'q. Qolganlarniki nada ekanligi aniq emas. Aşağıda ba dedi ama nada ekanligini deb bermadi hech qandaq. Apamning ismi Mansaxon Zahir. 39 yıl doğulgan, salametligi nayet yaxşı idi. Onu şu 2016 yılı 10. aydan keyin hiç qandaq izlergini alanmadım. Çoğ akamning eti Rahim Zahir, onun 3 balası vardı. Ayalı 5 can, ularniki hiç qandaq hazırgacha izlergini alanmadım. Onun 2 balasıniki ama turmuq kesilip ketganlik to'g'riliq shunday bir xabarni aldım. Birisi lagerga kirib chiqibdi degan gapni angladim ham haqdan, aniq emas. İkinci akam Rahman Zahir, oniki nada ekanligini Xitoy konsulum hech qanday xabarni berib berolmadi. Onu biz topolmadik dedi. İnim Abdullah Zahir, onun 5 balası vardı. Rahman Zahir'nin 5 balası vardı. O 5 balının hech qanday izlerini alanmadım. İnim Abdullah Zahir, onun 5 balası vardı. Onunki hech qanday qancha 2 o'g'ilniki hamda turmuda birisinin 14 yıl, birisinin 10 yıl kesilib ketganligi xabar keldi. Qolganlarning nada ekanligi hech qanday xabari yo'q. Singlim Geynam Zahir, onunki 1 balası vardı. Onun hech qanday hozir xabar yo'q. Şu 5 yıldan, yana 2016'dan başlap 2021-gachilik 4 yıl ichida hech qanday xabarni olamadim. Kichik singlim Mimonam Zahir, Mimosh Zahir, yani onu hech qanday o'zi Xitoy konsulumi hech qanday bir yerdan biz uni uchurini topolmadik dedi. O yangilar Qaydoda yashaydi, o shu to'y qilgan. Shundaq hech qanday xabarni olamadik. Hem bu çevirler olup hazır 30'dan artıq adam bizniki aileden, bizniki cemiyetimizden aşındaq adamlarning hech qanday xabari yo'q. Buniki nemisi bir qisminiki surati men mayda bor. Her qatim şu nemige Xitoy konsulluğunun aldığı namoyish chiqadigan yoki o'sha bir faoliyat olsa ko'tarib chiqyaptimi? Buniki hech qanday bir xabarni olamadim. Bugün bu yerda bununla bir guvalık beryaptimi? Bir qancha qatim men nemidimi? Angliyadagi şu axborot vositalariga mayndaq guvalık bergan. Bugün guvalık berishdagi yana bir maqsad. Bu qatim yana 9 islam o'sha ayniki sotdan Xitoyniki irqiy qirg'inchilikqa qarta bir nima chiqdi, hukm chiqdi. Shundaq guvohliklar shunaqa sabab bo'ldi, isbot bo'ldi deb tushunyapman. Uning uchun bundan keyingi, ya'ni xalqarodagi har qanday sot olsun, har qanday bir davlatga olsun, bizniki shundaq guvohligimizniki nihoyat yaxshi unumning bo'lganligi, uning nihoyat kerakli bir narsa ekanligini tushunyapmiz hammamiz. Onun için dünyanın her qaysi joylaridagi qarindoshlar, mayli qaysi davlatda olsun, şu davlatdagi aşında guvohlik berish o'rinlariga guvohlik bersak, o'zimizniki urug' tuqqanlari, qavm qarindoshlari, do'st birodarlarimizga ega chiqsak, bu vaqtda bu ishimiz texmbek yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Shuning uchun butun dunyodagi Uyg'urlarniki shundaq bir guvohlik berish ishlarida aktiv bo'lishni umid qilaman.